Yo, buni qaranglar, mana bu qovoqda. Mayli, buni olaylik, menimcha kerak bo'lib qolsa kerak. Barcha salom obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompotman va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Xo'sh, men o'z qayerga ketayotgandim, mayli chiqsa yo'q. Qisqasi obunachilar, biz shunchaki aylanib yurgandik, takoy bir o'rmonga bir sayrchalik qilib, mana o'zimizga suv, non olganman obunachilarni. Kerakligini bilasizlar, undan yuramiz. Okey. Xo'sh, nima deyotgandim? Ha, men o'rmonda o'zi bir aylangani chiqqandim. Uyimdan, ya'ni qishloqdan anchagina uzoqda ketib qoldim. Mayli chiqsa yo'q, mana har xilcha daraxtlar va boshqacha daraxtlar va kattaroq daraxtlar va qanaqadir tosh ham bor ekan. Mayli. Toshga e'tibor bermaymiz, lekin g'alati toshlar ekan. Okey, xo'sh. Mayli, mana bu yerlardan to'g'ridan yuraylik. Buni qaranglar, mana bu yerda qanaqadir narsalar bor ekan, bilmadim. Bu narsalarni bilmay ko'rmagan ekanman obunachilar. Mayli. Xo'sh, bu yerlarda yana nimalar bor ekan va bu yerlarda oddiygina daraxtlar va ko'k qishloq bor ekan. G'alati, juda ham zo'r qishloqqa o'xshayapti. Lekin tushunmadim, to'xtanglar, qanaqadir tanishday bu qishloq menga, qanaqadir tanish, ha. G'alati. Buni qaranglar obunachilar, bu qishloq chota 13-qishloqqa o'xshayapti. Mana bu uylar, tushunmadim, nima bo'lishi mumkin axir. Buni qaranglar. Ha, mana tushunmadim. Mana bu yerda katta uy va mana qo'shnimning uyi va kuznitsa bor ekan. Tushunmadim obunachilar, mana bu yerda 4 ta uy bo'lishi kerak, mana bu tomonda, mana bu rayonda. Qanaqani sanab ko'raylikchi. Xo'sh, 1, 2, 3 va 4 ta uy bor ekan obunachilar. Tushunmadim, bu 13-qishloqga birga bir qilib ishlangan qishloq ekan, g'alati. Nima bo'lishi mumkin? Kimning qishlog'i bo'lishi mumkin bu? Tushunmadim, mana bu yerda nima? Yana kim bo'lishi mumkin bu? Soxta kompotmi bu? Yaxshi. Ana endi hozir men efirni boshlayman va obunachilarga aytaman. Men 13-qishloqdaman va men kompotman, kelinglar deb ularni aldayman-da, pullarni olib qo'yaman. Keyin hech kim ishonmaydi haqiqiy kompotga. Bo'lishi mumkin emas obunachilar. Nima deyapti bu? Haqiqiy kompotga ishonib bo'lmaydi deyapti. Bu qanday nima bo'lishi mumkin obunachilar? Tushunmadim. Buni niyati juda ham yomon ekan. Buni tezda to'xtatmasak bo'lmaydi. G'alati efirni boshlamoqchi ekan. Soxta qishloqlar ham bor ekan bu yerlarda. Mayli obunachilar, bu yerga qaranglar, mana bu yerdagi narsalarni. Mayli. Bo'lmasa mana buni buzib ko'rishimiz kerak. Mayli, kechroq qaytaman bu yerga. Hozir menimcha borib bo'lmaydi adashmasam obunachilar. Qani mayli, borib ko'raylikchi. To'xtanglar, buni qaranglar, mana bu yerda simlar bor ekan. Ehtiyot bo'lishim kerak. Mayli. Qani, qani sen soxta kompot. Mana bu yerda ekan. Xo'sh, sen mana shu yerga qarab qo'riqlab tur, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Soxta kompot. Mana soxta kompot nima? Mana haqiqiy kompot deyaver. Xo'p, bo'ladi. Haqiqiy kompot. Mayli, bunisi juda ham zo'r, ajoyib. Himoya qilinglar bugun. Ya'ni ertaga ertalab efir qilamiz, tushundinglarmi? Xo'p, bo'ladi. Himoya qilamiz. Mayli. Bugun o'zi juda ham charchadim. Mana endi ishlashim kerak deyotibman. Boshim og'rib ketdi. Nimaga qarab o'tiribsan? Dam olishim kerak demoqchi edim. Xo'p, bo'ladi. Xo'p bo'ladi deyaverma, boshimni og'ritib yubording bor-ku. Xo'p bo'ladi deyaverasan. Boshqa gapiradigan gaping yo'qmi? Xo'p, bo'ladi. Sen nima miyangga nimadir bo'lganmi? Yo'q janob, uzr kechirasiz. Mana normal gapirsa bo'lar-ekan-ku. Obunachilar, mun qarang, mana bu yerda soxta qishloq va soxta kompot ham bor ekan. Xo'sh, bo'lmasa hozir bu yerga kelib bo'lmaydi. Bu yerga juda ham ko'p nima desam bo'ladi, soxta qishloqlar bor ekan. Ehtiyot bo'lish kerak, bu yerdan ketishimiz kerak yaxshilikcha. Mayli, qani, bu yoqqa ana ketib qolibdi ekan. G'alati obunachilar. Bu yerda qishloqlar bor ekan, ana u soxta kompot ketib qolibdi obunachilar. Mayli, bo'lmasa bu eshik ham qulfli eshikka o'xshayapti. Oddiygina mana bu qilichim bor ekan obunachilar va bu bilan qanday qilib yashirinib bo'ladi bu yerga obunachilar, bilmadim-ku. Bilmadim. Urib oldim bor boshimni. Bu yerdan hech bo'lgani yaxshi. Mayli. Kechroq qaytaman bo'lmasa. Hali kutib turinglar, hali men kechroq qaytaman, tushundinglarmi? Hali ko'rsatib qo'yaman men sizlarga. Mayli. Bo'lmasa ketaveramiz-da. Xo'sh. Mana bu yerdan ketib bo'lmasam bo'lmaydi. Xo'sh, obunachilar, mana kech ham bo'ldi ana endi. Biz asta-sekinlik bilan hujumga ketmoqda. Biz o'zimga kerakli narsalarni olib kelganman va efir qiladigan narsasini va o'zi vobshetan butun qishloqni buzib yuborish kerak deb o'ylayman obunachilar. Mana qaranglar. Oh my god, juda ham xavfli, juda ham yomonga o'xshayapti obunachilar bu yer. Endi o'zi yomon. Nima deyapman, bor, miyamga nimadir bo'lganda bor. Okey.
Xo'sh. Bu yerda hech kim yo'q. Okey, hamma uxlayotibdi. Qanday qilib robotlarga bo'ldi. Robotlarga qanday qilib uxlash kerak demoqchi edim, obunachilar. Yo'q, robotlar zaryad oladi-yu, nimalar deyapman o'zi. Xo'sh. Mayli, ehtiyot bo'lamiz-da. Mana bu yerga asta kelamiz. Xo'sh. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Ajoyib. Mayli. Ana endi hozir boshlaymiz buzishni. Xo'sh, buzishni qayerdan boshlasam ekan? Birinchi mana bu kamerani buzamiz. Davay, buzil. Opa, normalniy. Kamera buzildi, obunachilar. Xo'sh, buni qanday qilib buzsa bo'lar ekan? Buni o'zi buzib bo'larmi ekan? Qani mayli. Kirka bilan. Davay. Buzil. Yo, obunachilar, bu juda ham qattiq blok ekan. Mayli, mana bu simni buzib o'rganam. Yaxshi, oppa, yaxshi. Bu sim buzildi. Sim buzildi deyapman. Simni uzganimiz yaxshi. Bu simlarni ham buzishimiz kerak va bu yerdagi simlarni ham buzishimiz kerak. Yo. O, mana. Nima desam bo'ladi? Ichkarida ham narsa bor ekan. Ichkaridagi narsalarni ham buzishimiz kerak, lekin bu yana qanaqa parolli eshik bo'lishi mumkin, ha? Boya ertalab ko'rgandim adashmasam. Bu parol nima bo'lishi mumkin? 1 2 3 yo'q, bilmadim. Ehtiyot bo'lishim kerakmi deyman-da. Voy. Voy, trevoga. Voy, yo'qol. Qanaqa trevoga? Ketay olimdan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Voy, ovoz chiqib qoladi. Trevoga dedi. Voy. Qanday qilib sezishi mumkin? Qorong'ulikka o'tirgandirda qanaqa parol bo'lishi mumkin? Tezroq ochmasam bo'lmaydi bu parolni. Qanaqa parol bo'lishi mumkin? Buzib ham bo'lmayapti bu eshikni. Davay, buzil. Buni otsam, voy, ovozlar eshitilyapti-da. Bekor buni otyapman-da. Mayli. Qanaqa ochil. Ochilmayapti-ku, nimaga ochilmayapti bu yana? Parol. 1 2 3 bo'lmadi. Boya tergani bo'yicha 2 1 mikan? Bo'lmadi. Qanday qilib? Trevoga. Voy, ketlaring sal, voy, trevoga deysanlar. Voy, bu yerdan tezroq qochmasam bo'lmaydi, obunachilar. Mayli. Qayerga qochishim mumkin? Omborxonaga qochganim yaxshimi? Lekin buni mayli, keyinroq buni ochib ko'ramiz. Omborxonaga tezroq qochmasam bo'lmaydi, obunachilar, bu yerlardan. Mayli. Qishloqlar qayerda ekan? Bu yerda ham kameralar bor ekan, kameralar. Okey, omborxonaga. Opa, mayli. Yashanib oldik. Ajoyib. Mayli, obunachilar, bular meni qidirib yurishibdi adashmasam. Omborxonaga. To'xtanglar, omborxonaga birorta kerakli narsa bo'lishi mumkinmikan, ha? Mayli. Omborxonadan chiqishdan oldin ehtiyot bo'lishim kerak. Birinchi o'rinda omborxonadagi narsalarni tekshirib ko'rishim kerak deb o'ylayman, obunachilar. Sababi? Bilmadim sababi. Voy, bu yerda yana qanaqa yozuv bor ekan? Voy, obunachilar, bu 13-qishloqni yo'q qilish uchun narsalar deb yozilgan ekan. Qaranglar, bu yerda omborxonada narsalar borligini. O'ylagan, bularga qanday qilib bedrock bo'lishi mumkin? Axir bu noqonuniy blok-ku. Mayli. O'ylaganimdek, obunachilar, mana bu yerda nimadir narsalar bor ekan, ajoyib. Bilganimdek, ya'ni bizani 13-qishloqda ham omborxonaga shunaqa narsalar bo'ladi va bu yerda ham narsalar bor ekan. Aytgan qaranglar-da, mayli, obunachilar, mana bu yerdagi narsalarni shunday qo'yamiz-da. Qani, let's get it, obunachilar. Bularning hammasi portda. Mana bu turibdi ekan, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mayli. Dormani yeb olamiz-da. Qani bo'lmasa hujumga o'tdik. Qani kellaringchi, davay. Trevoga. Trevoga bo'lmay ketlaringda bor edi. Oy, uxlab qol. Qochamiz. Qanaqa bu yoqqa kecha. Qanaqa trevoga hammani yondirib yuboraman. Bu yoqqa kellaring, davay. Hammalaring kellaringchi, hujumga kellaring. Nima to'xtab qolinglaring. Hoppa, mayli. Xo'sh, ana endi bularni ham portlatib yuboramiz. Bularni ham yo'q qilamiz. Qani. Kellaring, davay. Ajoyib, obunachilar, juda ham zo'r ketmoqda, juda ham zo'r. Bu qishloqlarni barchasini yo'q qilishimiz kerak. Oho, bu yerda juda ham ko'p ekan. Boyagi trevogadan keyin barchasi mana shu yerda himoya qilyapti. Demak, bu yerda portlatib yuborish kerak deb o'ylayman. Davay, hammasini portlatib yuborish kerak, hammasini yo'q qilish kerak, obunachilar, bu yerdagilarni. Xo'sh. Mayli. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'sh. Bu yerlarni portlatib yuboramiz. Tentlar bilan o'zimizning tentlarimiz bor bo'lsa agar. Xo'sh. Yana trevoga deyishaveradi. Yana boshimni ortib, obunachilar, nima uchun trevoga deyishadi? Endi men kelganim uchun, endi chaqirilmagan mehmon kelgani uchun trevoga deyishadi, lekin hozir men haqiqiy trevogani hozir ko'rsataman, obunachilar. Xo'sh, qanday qilib tirik olish mumkin? Trevoga. Voy, keta olimda trevoga deyverasan, boshimni ortib. Men bu qishloqni ham yo'q qilish kerak. Ya'ni soxta qishloq, obunachilar, bu robot, xavotir olmanglar. Xo'sh, bu uylarni yondirib yuboramiz. Bularning maqsadi juda ham yomon ekan. Oho, trevogachilar nima qilib o'tiribsizlar bu yerga? Xo'sh, bo'lmasa qani bu yerdagi hammasi ketdi adashmasam, ana endi bu yerni ham portlatib yuborishimiz kerak, ayniqsa mana shu yerda. Chunki boya himoya qilib turishdi. Demak, bu yerda nimadir bo'lsa kerak, obunachilar, yana ham bilmadim. Okey. Mayli. Qani barchasini yo'q qilamiz, obunachilar. Endi yo'q bo'lmasak bo'lmaydi, obunachilar. Bu yerda portlatib yubormasak bo'lmaydi, bilasizlar, juda ham yomon.
Bilmadim. Mayli. Oho, men qaranglar bu yerda portlaganini qaranglar obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bunday portladi bilmadimmi? Mayli. Ehtiyot bo'lamiz. Mayli. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin bilmadim. Xo'sh. Bu yerda yana kimlar bor ekan? Ha, ana buni portlataylikchi. Xo'sh, bu yerda adashmasam soxta kompot uxlayotibdi. Qani? Nima bo'ldi? Nimasi bor? O, ketdi. Juda ham oson bo'ladi deb o'ylamagandim obunachilar, men qaranglar. Mayli. Ha, lekin qishloqlar ko'p ekan bu yerda qishloqlar. Trevoga. Xo'sh obunachilar. Hech bo'lmaganda bularni xo'jayinni yo'q qildik. Ana endi bu yerlarni portlatib yuborishimiz kerak. Kameralarni portlatib yuboramiz birinchi o'rinda. Hoppa, yaxshi ajoyib kamera portlab ketdi deshmasam. Xo'sh, ana endi yana qayerlarni portlatishimiz kerak ekan? Ha, bu yo'llarni qaraylik obunachilar. Bu sandiqda yana nima bor ekan, ha? Bu sandiq ham demak, buni qaraylik obunachilar. Bu sandiq birga bir ekan. Mana sandig'im bilan o'xshagan. Voy. Bu qaraylik tentini qaraylar obunachilar, bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bunaqa tenti bo'lishi mumkin? Okey, mayli obunachilar, bo'lmasa bu tentini portlatib yuborishimiz kerak. Okey, qani let's go bro. Let's go. Qani bitta portlasinchi, qani boom. Let's go. Yo. Yaxshigina portladi. Ya'ni endi yaxshigina chuqur portladimi yoki yaxshigina zo'r portladimi bilmadim obunachilar. Lekin juda ham zo'r. Mana bu uy qolib ketibdi. Bu uyim qolib ketibdi. Ya'ni bu uy kimligini ham bilmayman obunachilar. Bu uyni ham portlatib yuboramiz. Bu ham bir soxta birorta qishloqniki bo'lsa kerak bu uy. Mayli, bu uyni ham portlatib yuboramiz. Ajoyib, yaxshigina portladi menimcha. Yaxshi. Yana nima qanaqa yerlar qolibdi ekan? Yana qayerlarni portlatishimiz kerak ekan? Obunachilar, bu yerni yo'q qilishimiz kerak, chunki yana takrorlanishi mumkin. Shu sababdan bular qanday qilib 13-qishloqda qishloqda kuzatib kelganda bularni birga bir qilib ishlab chiqishgan adashmasam. Shuncha mehnat ketdi-yu, mayli. Endi obunachilar, bular yomon niyatda bu qishloqni qurgan. Shu sababdan endi bilmadim, bularni buzishga to'g'ri keldi. Nima ham derdim obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar, to'g'ri ish qildimmi, yo'qmi? Soxta kompotni yo'q qildik. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar obunachilar. Bo'lmasa biz ketdik, hammasiga yo'q qorish kerak.